Qizil Qalpoqcha ertaga esinglardami? Balkim yoshliginglarda Qizil Qalpoqcha haqida multfilm ham ko'rgandirsizlar. Ammo ushbu ertak asosida qo'rqinchli horror film ishlashganidan xabaringiz bormi? Valeriya qizil plash kiygan qiz, u chekka bir qishloqda kambag'al oilada yashaydi va u bolaligidan Peter ismli do'stini yaxshi ko'radi. Peter ham oddiy kambag'al o'tinchi, ammo kelishgan yigit edi. Qizil shapkachani onasi uni boy temirchi Genri bilan turmush qurishini xohlaydi, ammo qizil shapkacha bunga qarshi edi. Aytgancha, bu qishloqdagilar azaldan bir mavjudotdan qo'rqishar edi. Bu bo'ritus, ya'ni kesasi xavfli yirtqichga aylanadigan, kunduzi esa odam qiyofasida yuruvchi maxluq edi. Qishloqdagi har bir inson xavfli bo'ri bo'lishi mumkin. Peter, Genri yoki-da qizil shapkacha ham. Kinoning syujeti ertakdan anchagina farq qilsa ham juda ham qiziqarli qilib ishlangan. Tishlaringiz buncha katta. Sen yaxshiroq yeyish uchun azizam. Kinoni to'lig'ini o'zbek tilida mana bu yerda chiqib turgan Telegram kanalimga tashlab qo'yganman. Albatta o'tib ko'rishingiz mumkin. Video yoqqan bo'lsa videoga like bosing, bundan ham qiziqarli videolar mana profilimda.